bor edi. Umid aka bor, Iskandar aka bor. Kemirvadan bormi reys? Kemirvadan qayerga ketmoqchisiz? Ko'rdik o'sha avtobuslaringni, oyni Imon sen boshlasan, yana bitta sheriging bor. Akbar Ibragimov nima bo'ldi? Bo'lsa ekranga qo'ying. Nimani qo'yay ekranga? Nomer turibdi, mana murojaat qilinglar. Qo'yli vodiy pitayda adresimiz, kelinglar. Qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa vaytda ana enaqa pretenziyalar bo'lsa bemalol kelishlar mumkin. Mana yo'lovchilarning ayrimlari borda shunaqa, senlar hammen bittasan, senlar hammen undoqsan, bundoqsan deydi. Biz bilan gaplashib turib, ya bo'ldi, boshqa sherigingiz bilan gaplashib oldim deydi. Sherikka keladimi, bilma qayerga boradi. Keyin ichida agarda uni aldab chaqiradigan bo'lsa, keyin sen billeding u yog'ida bu yog'ida. Ey, kallani ishlatgin, sen menga o'zing aytasan. Men bo'ldi, sherigingiz bilan gaplashib oldim. Bo'ldi. Meni sherigim o'zi uchun javob beradi. Men o'zim uchun javob beraman. Peri degan narsa bo'lmaydi bu yerda. Sherik o'zi uchun javob beradi. Men o'zim uchun javob beraman. Sen meni oldimga kelsang, men bilan gaplashsan, sherigim oldiga kelsang, sherigim bilan gaplashsan. O'zing ekranda ortda turib har qanaqa gap gapirma. Kelib, qanaqa savoling, qanaqa dostoning bo'lsa, kelib mana shu yerda premo kelib gaplashib ketsa, aqling yetsa ke. Mana shu yerdaman. Turibman. Hech qayerga ketganim yo'q. Qancha bo'ladi? Gaplashib bo'ldim, aytib bo'ldim. Narxini boyaga kelgan bo'lsangiz. Sertifikat nimani sertifikati kerak? Eminni avtobusda sertifikat kerakmi? Mutalab kerak emasmi? Mutalab. Avtobusda sertifikatimi? Avtobus bilan qilinayotgan dogovorimizmi? 5 yillik dogovormi? Rossiya bilan O'zbekistonda dogovorimi? Firmalarimizni dogovorimi? Pechat bosilgan biza qonun doirasida chiqarilgan dokumentarniy ish anaqalarimizmi, qog'ozlarimizmi yoki rest sertifikatimi, o'zi ahliz yetadimi, transportning tomonidan, transport Rossiya Federatsiyasining transport vazirligi tomonidan berilgan qog'oz so'rayapsiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida chiqarilgan transport vazirligining bergan ruxsatinimi, nimani so'rayapsiz? Shahnoza, o'zingizcha mana sertifikat deyapsiz. Sertifikat nima o'zi? Nimani sertifikat? Nimaligini bilasiz? Nimani bilasiz? Sertifikat. Hamma sertifikat deydi. Sertifikat nimaligini bilasizmi? Qaysi tomondan berilgan sertifikat so'rayapsiz? Hammasini kerak bo'ladi bo'lsa, kelsangiz, u bitta sertifikat bo'lmaydi, u papkada bo'ladi. Mana shuncha papkada bo'ladi, u nachalnikda turadi. Hammasini xohlasangiz kelasiz. Agarda men ashini ko'rib chiqaman desangiz, ko'rsatishimiz mumkin shu sertifikatlarni. Har birini qaysi yili qaysi sertifikatni olganimizni, kim, nima, nechta ishchilaydi, nechta pul oylik chiqariladi, hammasini olingiz ko'rib berishingiz mumkin. Hammasini taniyman, ishinglarga rivoj, omad. Gapi yo'q, Quvonchbek, joningiz sog' bo'lsin. Tanisangiz, ular ham bizni taniydi. Aslbek akalar ham taniydi, aka. Aslbek aka ham salomat edi. Davay. Krasnodargacha necha pul bo'lyapti avtobus? 915 ming so'm. Bilet narxlari 915 ming so'mdan seshanba hamda juma kunlari Saratov, Volgograd, Rostov-na-Don направленияsi. O'sha avtobus shirkatiga to'ldirdim, lekin haqiqatni gapirish. Qaysi avtobusga nima qilasan, kim yeb qo'ygan bo'lsa, ashi javob beradi-da. U avtobusga kelgandan keyin kim yeydi, nima bo'ladi, uni Alloh biladi-da. U unaqa tug'dirish degan narsa bo'lmaydi. Prosta mana men so'mkam berdim, yo'qoladi, so'mkamni toptirdim degan narsa sal nima deydi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birov yeb qo'ygan bo'lsa, albatta to'laydi. Biz hozir ham misol uchun yo'qolib qolgan so'mkangizni biz yo'qotamiz, olib kelsangiz, u qilamiz, bu qilamiz demayapman. Men o'zimning narsamni tavsiya qilyapman. Agarda haqiqatan sizga bizda sizga nisbatan noto'g'ri ishlar bo'lgan bo'lsa, mana Qo'yli vodiy bittaga kelasiz, gaplashamiz, как положено hal qilamiz. Bo'ldi, biz kafolat beryapmiz, lekin mana tug'dirib olyapsiz-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom qalaysiz? Krasavchi yigit. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Moskvadan qaytish qancha Toshkentga? 4000-5000 rubl bo'lyapti. Necha kishilar? Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga. Layklarni bosamiz. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Ekranga prosta tak 2 marta urib qo'ysak, layk bosilar. 2 urib qo'yaylik. Tanishaylik. Hozir vaqtimiz yo'q. Hozir faqat ish bilan bandmiz. Ish bilan. Toshkentdan Moskvaga yo'lovchilar ketmoqchi bo'lganlarga kuzatish bilan olib boramiz. Agarda vaqtinglar bemalol bo'lsa, bemalol kelib Qo'yliqqa vodiy bittaga kelishlar mumkin, shu yerdamiz. Kutib olamiz. Kutib olishimiz mumkin. O, shalom brat, ya shalom alaykum brat. Toshkent, Moskva, Toshkent, Toshkent, Krasnodar, Toshkent. Ekranga 2 turib qo'yamiz, layklarni bosib qo'yamiz, kommentariyada izoh qoldiramiz. Izdamas, izoh qoldiramiz. Izda ham bo'ladi. Bu zoh takamiz bilmayman. Aka, endi ustiga kiyinay.
Endi